To'xtang, nimalar bo'lyapti bu qishloqqa? Bu yana nimasi bo'ldi? Bu qishloqda bir kun tinch kun bormi o'zi? Nima? Bu yana nimasi bo'ldi? Menga unaqa qarama, jimgina baliq ovlab o'tiruvdim. Bular jonga tegdi bizning qishlog'imizni ustiga uchib kelaverib. Aytma, baliqlarni ham qo'rqitib yuborishdi. Bu quduqqa unda baliqlar nima qilsin? Ko'rding, xotirangdan ham qochib ketishibdi. Dahshat, bular qishlog'imizga uchib kelaverarkanda hammayli men bunaqa bo'lishini kutgandim. Men taxmin qilgandim yana shunaqa bo'lishini. Shuning uchun ham maxsus narsa tayyorlab qo'yganman. Hozir olib chiqaman. Qani, mana bu yerda bo'lish kerak. Mana maxsus endir marvari. Mana buni olamiz. Yana menimcha ovqat ham ortiqchalik qilmasdi. Shar uchib keldi, ko'p uchib keldi. Bu safar nima uchib kelibdi? Bular umuman o'zidan ketibdi. Nima, qishlog'imiz tepadan shunchalik aeroportga o'xshab ko'rinadimi? Sen o'ylab qo'yganman deganding-ku, nima o'ylab qo'yganding? Zumrad Shar va Temur ko'p bilan hammasi tugamasligini bilardim. Shuning uchun ham hammasini sezgan holda mana bunday endir marvarid sotib olganman. Buni hozir ishlatamiz. Birinchi navbatda buning eshigini topishimiz kerak. Odatda har doim eshik bo'lardi bu yerda. Qani, bu piramida ekan-ku, yaxshi eshik qani? Mana xuddi aytganimdek eshik ham bor. Endi bo'lsa u yerga chiqish qoldi. Xuddi shuning uchun ham bizga mana bunday endir marvaridlar kerak. Chunki bu endir marvaridni bir necha marta o'tsa bo'ladi. Bundan ham qizig'i endir marvarid bilan birga o'chamiz. Pachoq, mensiz hech narsa qila olmaysan. Baqirmasangchi, aytyapman-ku, bu endir marvaridni ko'p otsa bo'ladi deb. Qani, tekshirib ko'raylikchi, bitta otamiz. Qani, 1 2 3 rostdan qizil narsa ekan. Bo'ldi, uxladik. Umuman olganda bu endir marvarid qimmatbaho. Mayli, muhimi yo'qotmasang bo'ldi. Mana bu nonni ushlasang. To'xta, o'zim men nimaga sen bilan borishib, yana u yerda aniq qiynalamiz. Meni kirib kelmayapti. Yana bir o'ta muhim narsa, men Minecraftda o'z serverimni ochganman. Hozircha u yerda ikkita rejim bo'lishiga qaramasdan, o'shalar ham juda qiziqarli. Agar kirib baho bersangiz, juda xursand bo'lardim. Articraft O'zbekistondagi eng yaxshi server bo'lmoqchi. Kirga kelmasa nega endir marvaridni tashlab yubording? Qimmatbaho dedim-ku. Yana kimdir ko'tarilgisi kelsa nima qiladi axir? Bu yer qiziqqa o'xshayapti. Bekor kirdingda. Voy la'nati, bu tuzoq ekan. La'nati, ichi to'la tuzoq bo'lishini taxmin qilishim kerak edi. Har holda oldingi safarlar ham xuddi shunday edi. Ko'rdingmi? Endir marvaridni men bilib tashlayman. Pachoqligini bilardim-da, o'lib ketishini his qilgandim. Xo'sh, mayli, biz nima qilib bo'lsa ham bu piramidaning uchiga chiqishimiz kerak. O'sha yerda bizning barcha savollarimizga javob bo'ladi, har doimgidek. Yuppi! Sen nima aqldan o'zgamisan? Endi nimaga tashlab yubording? Axir biz hammasiga tayyormiz-ku. Bu lava menimcha hozir yo'q bo'ladi va biz o'sha yerga borishimiz kerak. To'g'rimi? Qani bo'ldi, yugurdik. Eshak vaqtida yopilding. To'xta, meni kutib tur. Yaramaslar, axir men chiqishga ulgurdim-ku, lekin nimaga baribir yonyapman? Kimdir javob bersin? Men javob beraman. Sen do'loyiqsan. Yur birdaniga unisiga boramiz. Menimcha ulgurmaysan, hattoki bunisiga ham ulgurmadim. Tushunarli, bu yotoqni o'zim bilan olishimga to'g'ri keladi shekilli. Marvaridda tashlab yuborgani yana asqotda yaxshi. Endi yotoqni qo'ygandan keyin hech qanday muammo bo'lmasligi kerak. Men marvaridni ushla. Bizning maqsadimiz piramidani uchiga chiqish, to'g'rimi? Ha, shunday. Unda ustidan yugurib chiqaylikdan keyin bloklarni sindiraylik. Aytishga oson, lekin bu bloklar himoyalangan. Shuning uchun ham ichidan chiqishga majburmiz. Pachog'istondagi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Xullas, lava yo'q bo'lgani saxoti yuguramiz. Yaramasa eshik yugurdik. Yugurdik. Nimaga sakrayapsan? Bu lavaga tushib ketmaslik uchun kerak. Aytgancha, fantastika qimada bu yerda eng yaqiniga yugur. Unisiga ulgurmaysan. Ulguraman. Faqat mayli sen aytganing bo'la qolsin. Baqaloq surilsang-chi, meni itarib yubording. Ichki xotirjamlik, tayyorlanamiz. 1 2 3 yugurdik. O'ziga ulguramiz. Pachoq, yo'lni qisqartir. O'xshamaydi dedim-ku, hammasi hisob-kitob qilingan, ulgurib bo'lmasdi. Dabdala qilding. Men bemalol ulgurardim. Seni ko'zing kirdi. Shunday ekan, ehtiyot bo'lib yuraverdi. Oxirgi soniyalarda, lekin baribir yondim. Mayli, non bor o'lib qolmasam kerak. Deyarli marraga yetdim, menimcha sal kechroq boshladim. Ulgurarmikan? Qani, yo'q, la'nati. Shuncha aql o'rgatding, bamba orqada qolyapsan, pachoqali. Umuman olganda biz ikkalamiz musobaqa qilmayotgan edik. Bizning maqsadimiz bu piramidaning eng uchiga chiqish. Bu hammasini ustida kim turganini bilish. Sen esa gapirayotgan gaplaringni qara. Ulgurdim. Balki shundaydir, lekin bunday emas. Musobaqa bor joyda o'sish bo'ladi. Yonib ketmaganingda gaplaring yanada ta'sirli chiqardi. Yig'laveray deding-ku, ta'sirli chiqmadimi? Yana bir qadam va marra meniki ulguraman va men ulgurdim. Ajoyib. Endi esa sening ham yetib kelishingni kutish kerak.
fil kabi uchib, begemot kabi chaqaman, hammasi o'xshaydi. Ko'ryapsanmi? Hech narsa emas bu. Hammasiga senay bo'laydek boy yo'ganimda. Easy, hech narsa emas bularga. Axir men chiqqandim-ku, g'irromchilar, sasiqlar. 1 hour later. Yana bir qadam. Umid qilamanki, hech bo'lmasa shu yerda xato qilmaysan. Voy, buyutaman men, yo'yaman. Ezmalanmasangchi, 3-qavatga ko'tarildik. Qana bu yerda nima bor ekan? Sanashni bilmaysanmi? Biz endi 2-qavatdamiz va bu yerda faqatgina bittagina tugma bor. Bu yerga esa xotira mashqi. Qiziq, bu yerda nima bo'larkin? G'alatimisan? Aql mashqini yozib qo'ygan-ku. Bu devor orqasida aniq sport zal bor. Duxotek men tushunmagan bo'lsa bu kesatiq edi. Ana xotira mashqi bo'ladi-da, qani bosdik. Negadir men qolib ketdim. Yana bosish kerak shekilli. O, yaxshi. Bu yerda esa bu yerda yana tugmalar, yanada ko'proq tugmalar va boshqa hech narsa. Mayli, bosib ko'rishdan boshqa ilojimiz ham yo'q. Chipoyk. Xo'sh, endi bu nima degani? Bunda qanday ma'no bor? Tugmani bossak o'ylayapmiz. Nima qilish kerak endi? Shunarli-ku hammasi, boshqa tugmani bosamiz. Menimcha bizning vazifamiz kerakli tugmani topish. Mana bu ikkita ketdi. Xo'sh, buni bossak bo'lmadi. Yoki biz nimadandir tushunmayapmiz. Yoki haddan tashqari omadsizmiz. Yoki omadsiz sen meni omadimni yeb qo'yapsan. Xo'sh, biz qaysi tugmani bosmadik? Mana bunimi? O, o'tdik, hammasi o'xshadi. Qani o'tganimiz shu devor oldida turibmiz-ku. Yo'q, biz o'tib oldik, lekin yana xuddi shunday xonaga tushdik. Menimcha men tushunyapman nega xotira mashqi ekanligini buni. Ha, biz to'g'ri tugmalarni topishimiz va shu bilan birga ularni eslab qolishimiz ham kerak. Bo'ldi, devorning burchagida turib siqilaverma, bu yerda o'tishimiz kerak. Biz endi qaysi tugmani bossak bo'larkan? Buni bosdik. Menimcha tugmalar qaytalanmaydi. Ha, menimcha ham tugmalar qaytalanmasa kerak. Bu ishimizni osonlashtiradi. Birinchi xonaniki esimizda. Kel, boshidan boshlaymiz. Aytmasang ham shunday qilmoqchi edim. Xo'sh, qaysi tugmaga yetib keldik? Mana bu o'rtadagisigami? Bilib turibsan-ku, nimaga so'raysan? Asabni buzasan. O'xshadi. Biz yana bitta tugma qaysi ekanligini bildik. Qiziq, eshiklar nechta? Mana bu ikkitasi ketdi. Endi ularni tekshirmasak ham bo'ladi yoki tekshirsak ham oxirgi bo'lib. Endi bo'lsa birinchisidan boshlaymiz. La'nati, topildi. Birinchisi turgan ekan. Uchinchi eshikdan tez o'tdik, omadim yordam berdi. Agar bu safar ham bittada topsam, juda qiziq bo'lardi. Xo'sh, uchtasini bilamiz. Birinchisi pastni, keyin bo'lsa o'rtani bosish kerak edi, adashmasam, to'g'rimi? To'g'ri bosaychi. Uchinchisi esa eng burchakdagisi edi. Bunisini ham bosamiz, tayyor 4-devorga kelib qoldik. Mana bu tugmani gali. What the hell, men o'tdim. Menimcha juda ham qattiq omadimiz kelyapti. Mana bu 4 ta tugma ketdi. Demak, mana bu 5 tasi qoldi. Tugmalar qaytalanadimi, yo'qmi, anig'ini bilmaymiz. Nima? Sen buni hozir qanday qilding? Uka, meni ikkinchi ismim Omadbek bo'ladi. Ha, senga gap yo'q. Xo'sh, endi mana bu tugmalarni hammasi ketdi. 4 ta tugma qoldi. Bu safar esa qaysi biri? Menimcha biz bu xonaning katta qismidan o'tdik. Atigi bir nechta devor qolgan bo'lish kerak va biz buni uddalaymiz. Seni gaplaringsiz burchakka borib siqilib yig'lab o'tirardim-da. Mana yana qaytib keldik. Xo'sh, bu safar qaysi birini bossak ekan? Qaysi biri bizni bu xonadan ham olib chiqib ketadi? Buncha ko'p o'ylaysan, bos bo'ldi. Menimcha tugmalar shunday qilib qaytalanadiganiga o'xshaydi. Mana bu tugmani bosib ko'rdik, bunisini ham bosib ko'rdik. Endi qaysi birini bossak ekan? Masalan, mana bu. Burchakdagini hech bosmadik, shuni bosish kerak. To'g'ri, bosilmagan tugmalardan yana mana bu ham qoldi. Buni ham albatta bosib ko'ramiz. Tugmalar shunday qilib qaytalanadiganiga o'xshaydi. Bunisi, keyin bunisi edi, adashmasam, va yana bo'ldi. Mana shu yergacha kelgandik o'zi. Aytyapman, sen juda ham ko'p o'ylayapsan. Shunchaki tavakkal qilib bosib ko'rish kerak. Menimcha endi 5-devorgacha ko'zimni yumib ham bora olaman. Bunisini, bu, keyin bu, mana bunisini ham bosamiz va yetib keldik. Qaysi biri? Mana bumi, hammasini bosib ko'rdik. Mana bu tugma qoldi menimcha. Shuni ham bosib ko'rishimiz kerak, uddaladik va nihoyat bu devordan ham o'tdik va menimcha bu oxirgisi. Unda nimani kutyapmiz? Xotira mashqi degan gapida jon bor, rostdan ham xotirani mashqiga o'xshaydi. Xo'sh, mana shu oxirgi devor va biz qaysi birini bossak chiqib keta olamiz. Bunimi, qaysi birini ekan? Voy, g'ajab o'ylamadi, bos. To'g'ri, miyani o'chiramiz va omadga ishonamiz. Bizning omadimiz keldi. Men senga nima dedim? La tralala deysan. Mayli, ikkinchi qavatdan ham o'tdik. Menimcha uchinchisi oxirgisi bo'ladi. Qurollarni ko'rib shunaqa o'ylab qoldingmi? Yo'q, gap bunda emas. Shunchaki 4-qavat bu piramidaga aniq sig'mas edi. Shuning uchun ham qurolni hozir olamiz, bitta oltin olmani ham. Kim bu yerda tentakka o'xshab qurol tayyorlab qo'ygan? Menimcha bu qurollar soqchilarniki bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Xullas tugmani bosamiz va men buni taniyman. Bu odam bilan ehtiyot bo'lish kerak. Odam bilan nimasini odam ko'rding, buni men tushunmadim. To'g'ri aytasan. Qor maxluqi. Kimni, lekin qor maxluqini bu yerda ko'rishni hech ham o'ylamagandim. Nimaga rangi bosishyapti-ku? To'xta, qo'ldagi kristalni ko'ryapsanmi? Agar o'shani olib olsang, bizning jangimiz ancha osonroq bo'lardi. Uxlatmasdan sekingina qo'li
qo'lidagi kristalni ol. Tushundim sen o'ylanadi. Obbo, u kristalni yedi, biz endi aniq tamom bo'ldik. Voqifmasaychi men shu yerdaman. Yo'q emas, qani ot uni. Sen bitta muzdan ham qochamaningmi? Qotirib ketishdi-ku seni. Qostamiraman seni. Qoch, qoq bilan istaman seni. Katta rahmat. Yaramas, muzlatib qo'yaverarkansan-da, qishloq uni yo'q qil meni pachoqladi. Maxluqni deyarli mag'lub qildik, yana bir nechta zarba va tamom, faqat muzlab qolma. Ay, muzlashga ham ulgurmading, mayli. Masofadan yo'q qilaman men seni, yaramasdi voy la'natim. Faqat muzlatish emas, qochishga ulguramanmi? Ha yoki yo'q. Hal qiluvchi zarba? Pachoqni yaramasdi. Biz uni yo'q qila oldik. Maxluqning kristalini baribir qo'lga kiritdik. Kel, qishloqqa seni tekshirib ko'ramiz. Qani u seni muzlatib qo'yish kerak. Ha, muzlatib qo'ydi. Og'riyapti umuman olganda. Oxir oqibat bu piramida qanday qishloqimiz ustida paydo bo'lganini bila olmadik. Agar bu borada sizda qandaydir teoriya bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Ha. Ha, yana eng muhimi, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yaqinda 1 million bo'lamiz axir.